Sankt-Peterburgda bitta o'zbek, qashqadaryolik bitta o'zbek 7-etajdan tushib ketgan bolani Ko'rdim. ushlab qolgan. Bugun menga turmush o'rtog'im ko'rsatdi. Bilasizmi, qanaqa faxr. Men ertalab sadoqqa Nima ketyapman, berishdi-yu prezidentimiz? yig'layapman. Prezidentimiz faxriy yorliq berdilar-da. Men aytdim, "Voy, murashga ketdim." Men yo'cha yig'ladimda, ko'ryapman. Haligi odam bilasizmi, tushuntirib beryapti, ruscha uncha bilmas ekan. Men deydi, unaqa qilib ruslar kommentariyasiga kirdimda, ruslar yozgan. Sen tilni bilmasang ham zato odamgarchilikni bilding-ku deyapti. Batta til zачем deyapti. Nima muhim hozir batta ruschani bilishing deyapti. Misol mana bunday olib qaraganingizda sheva anaqa kelishmagan, ruscha uncha biz aksent bilan gaplashamiz-ku. Tushuntiryapti haligi bechora, lekin muxbir ham kommentariya rus уже nimada nashrida chiqyapti. Конечно. Sen уже geroysan. Qarang bizni xalq qanchalik duxli. Qarang bizni xalq qanchalik oliyjanob. Qarang biznikilar qanchalik doyurak. Bitta qilgan yaxshilik. Hakim qo'ldan kelib ushlab qolishlikda.